Ko'plab onalarni qiziqtirgan savol: yangi tug'ilgan chaqaloqlarda rivojlanishdan orqada qolish belgilari. Tug'ilganidan boshlab 3 oygacha bo'lgan bolalarda orqada qolish belgilari. Birinchisi ko'z bilan kontakt qilmasligi. Ikkinchisi mushak tonusi juda sust bo'lishi yoki juda qattiq bo'lishi. Uchinchisi tug'ilganida vaznining 2,5 kilogramdan past bo'lishi. To'rtinchisi ko'krakni emish reflekslari va emish harakatlarining sust bo'lishi yoki bo'lmasligi. 4 oydan 6 oygacha bo'lgan chaqaloqlarda esa birinchisi boshini mustaqil ushlay olmasligi, ikkinchisi qo'liga berilgan har qanday predmetni ushlamasligi, uchinchisi tovushlarga e'tibor qaratmasligi, to'rtinchisi esa tabassum qilmasligi va atrof muhitga emotsiyalarini past sust bo'lishi. 7 oydan 9 oygacha bo'lgan bolalarda esa birinchisi emaklamasligi, ikkinchisi o'tirishga urinmasligi va o'tira olmasligi, uchinchisi o'yinchoqlarga qiziqish yo'qligi va o'yinchoqlarni o'ynamasligi. 10-12 oyligida esa birinchisi mustaqil tura olmasligi va turish harakatlarining yo'qligi, ikkinchisi boshqa bolalar bilan kontakt qila olmasligi, uchinchisi yaqinlariga nisbatan emotsiyalari yo'qligi. Agar sizning farzandingizda yuqoridagi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz sizga yordam bera olamiz.